Aldığı qitimlik videoda sizlarga mushomudarlik mezgilimizda cho'qim ilishga tegishli bo'lgan 4 xil go'harni sizlarga tavsiya qilgandim. Bugun sizlarga buning ish usulini tafsilab beray. Videoga yurak berib, saqlayishni unutib qolmanglar. Ma'u peyun qilgandan boshlab beradigan Black Morse Ajaboninki Yunfu Huang Jinsu mudarlar ko'kri degan narsa shu. Buni tamoqqa qo'shib yeymiz. Bir kuni bir qitim ikki taldina. Atiyalik tamoqingiz, tushlik tamoqingiz, kechki tamoqingiz, qaysi tamoqingiz bo'lsa bo'laverdi. Ish qilib bir vaqt tamoqingizga qo'shib tamoq bilan tanlab yeysiz. Tamoqdagi ozuqlar bilan tang ma'nodagi ozuqlar badaningizga sumirildi. Shuning bilan sizga ham bu vaqtmi ozuq tang yetishmaydi. Ozuq kam bo'lib qolgan bo'lmaydi. Bunun içinde yana vitamin A, B, C, D, E deganlarning hammasi bor. Andan keyin yupurmoq kislota, E suv degandek narsalar bor. Shuningga bir muncha ping-pong narsa ilishingizdan ochib yo'qmish. Shuning bilan bunda vitaminlarni, E suvlarni, har xil ozuqlarni to'liqlay olasiz. Buniki bir qutisini 360 tal chiqadi. Chiq do'stlar, buni yo'g'on bo'lgan kun jutanmay maginimiz turib qolib ketgandan keyin hozir buni tayyorlan qilib bunda kichiklatdik. Ko'ringlarmi? 360 talni sizlar 20 yilda keslar degan gapda uzoq yetadi juma qizlar shunga bahasga qarab qo'rqib ketmanglar. Vaqtni kuniga sundirib hisoblab olsanglar, his qilsanglar azam bo'lganini. Endi ma ikkisini billa zu holatda azanlar azan to'xtaydi. İkisinin bahsi 255 koy. Bu DHA bilen kalsiy. Bu ikisini o'xshashdan kunda bir qitim, kuniga 2 taldan yeymiz. DHA'ni atdiyanlik nashlaqingizni yeb bo'lib yarım soatdan keyin. Kalsiyni kunda kechda uxlashdan burun 2 taldan yevasangiz bo'ldi. Mana bu hamda Germaniyaning qon to'liqlash ichimligi deganimizni kuniga 3 vaqt ichimiz. Buning bir butilkasi 500 ml. Bir kunda 3 vaqt bir qitimda 45 ml dan istak bir qutisi 10 kunga yetadi. Shuning 3 butilka ilinglar, 3 butilka ilinglar deganim shu. 3 butilka bir oyga yetadi emasmi? Hech bo'lmaganda bir oylik ilib bis bir soatdan shab bo'lsin ichinglarmi? Buning og'zini ichib bo'lgandan keyin tonatqa silib saqlaymiz. Agar men tonatqa silib saqlamaydim deb qasanglar, masalan, tushlari idora qilsam, ichmayotgan atigan kesishirgan masalan, tushligi yediganqa buningki tabletka latkisi bor. Ya'ni buning ta'mini men yaxshi ko'rmayotgan degan do'stlarimiz tabletka latkisini asanlab bo'lganmiz. Chuchonimda bor, ayrim yaqsanlar deb birman.